Hayz og'rig'ini kamaytiruvchi usullar. Har oy hayz og'rig'idan qiynalyapsizmi? Unda buni aytaman. Birinchisi, iliq harorat. Bu sizning eng yaqin yordamchingiz. Qorin pastiga issiq grelka yoki iliq hammom bachadon muskullarini bo'shashtiradi. Spazm kamayadi. Ikkinchisi, yengil harakat. Zarar emas, foyda. Yengil yurish, cho'zilish yoki yoga qon aylanishini yaxshilaydi va og'riqni kamaytiradi. Faol bo'ling, lekin o'zingizni qiynamang. Uchinchisi, to'g'ri ovqatlanish. Shakar, tuz va kofeinni kamaytiring. Ko'proq suv iching. Magniyga boy mahsulotlar iste'mol qiling. Magniy tabiiy og'riq qoldiruvchi. To'rtinchisi, tinchlaning, nafas oling. Stress og'riqni kuchaytiradi. Tinch muhit, chuqur nafas olish sizga yordam beradi. Beshinchisi, og'riq qoldiruvchi, lekin vaqtida. Og'riq boshlanganini kutmang. Birinchi belgilarda dori iching. Bu organizmni qiynamaslik degani. Oltinchisi, doimiy og'riq. Bu normalniy emas. Agar har oy yotib qolsangiz, bu oddiy og'riq emas. Bu endometrioz, vaspaleniya yoki gormonal muammo bo'lishi mumkin. Albatta vrachga murojaat qiling. Bu videoni dugonangizga yuboring. Balki unga ham kerakdir. Sizlar bilan akusher-ginekolog Husaynova Hilol Anvarovna.